telefonim qon bo'lgan ekan. Hamma yo'q odam. Hozir o'tib ketdim. Chaqirding. Bu yildan 6 yildan beri o'taman, hali buni avariya ko'rmaganman, aka. Odam yo'qmi? Odam yo'q. Toshkent viloyati Angren shahrida yuz bergan dahshatli avtohalokat natijasida 2 nafar inson vafot etdi. Holat esa aynan mana shu yerda yuz bergan. Chaqirding. Odam bormi ichida? Onasida mashina bor ekan. Ha, bo'ldi. Foydasi yo'q. Xudo rahmat qilsin. Rasmiylar tomonidan berilgan ma'lumotlarda qayd etilishicha, holat kecha 26-aprel kuni soat 23:10 da A373 avtomobil yo'lining 93-kilometrida qayd etilgan bo'lib, yuk avtomashinasi hamda 4 ta yengil mashina ishtirokida yuz bergan. Ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan video tasvirlarda esa yuk mashinasi aynan mana shu yerda yonib ketayotganini, qolgan mashinalar esa har tarafga sochilib ketganini ko'rishingiz mumkin. Avtohalokatga sabab deya dastlabki berilgan ma'lumotlarga ko'ra, yuk avtomashinasi haydovchisini rul boshqaruvini yo'qotib qo'ygani aytilmoqda. Biz holatni ko'rgan va eshitgan guvohlarni izlab topdik. Aka, kecha o'tib ketayotgandik, shu fura bilan Lazetda yonib turganini ko'rdik. Bu odamlar atrofda ko'p, juda ko'p ekan, odamlar to'xtalmadik, to'g'ri o'tib ketaverdik aka. Dahshatli avariya bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videolarda bir necha nafar fuqarolar tan jarohat olib yerda yotganini ham ko'rdik. Siz ham ko'rdingizmi? Ko'rdik aka, ko'rdik. To'xtab ularga yordam berishga harakat qilmadingiz? Endi to'xtab bo'lmaydi-da, alanga turib-yu ketdi. Qanday to'xtab endi hamma o'zini jonini qutqarish uchun qochdik. Endi qo'limizdan kelgancha to'xtaganimizda endi bo'lardi, endi iloji yo'q. Endi aka, mashina yonib turibdi, metan otishi mumkin. Bunaqa avariya ko'rmaganman aka. Şeydan bir 6 yildan beri o'tib turgan bo'lsa, avariya ko'rmaganman aka. Tarmoqlarga tarqalgan videolarda bir necha nafar fuqaro yerda hushsiz holatda yotganini ko'rishingiz mumkin. Lekin rasmiylar tomonidan hozirgacha 2 nafar fuqaro vafot etdi deya xabar berildi. Ko'mir mahsulotlari ortilgan Howo rusumli yuk mashinasi haydovchisi 30 yoshli fuqaro harakat vaqtida boshqaruvni yo'qotib, shu yo'nalishdagi yana 4 ta transport vositalari bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Hodisa natijasida Cobalt avtomashinasida bo'lgan haydovchi va uning yo'lovchisi 2 nafar fuqarolar voqea joyida tan jarohatlari tufayli vafot etganlar. Qolgan transport vositalarida bo'lgan yana 4 nafar fuqarolar turli darajadagi tan jarohatlar bilan tibbiyot birlashmasiga olib borilgan. Hozirda holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Howo yuk mashinasi haydovchisi protsessual tartibda ushlangan. U hodisa joyida tan jarohati olmagan. Shu o'rinda hurmatli haydovchilar, yo'llarda hushyorlikni yo'qotmang. Charchadingizmi, avtomashinangizni yo'l chetiga olib, biroz dam olgandan so'ng rulga o'tirishingizni iltimos qilib qolamiz. Biz vafot etgan marhumlarning oila a'zolariga, yaqinlariga dasturimiz ijodkorlari nomidan chuqur hamdardlik izhor etamiz.